Bugun mental arifmetikamizda bellashishadi 6 yoshli o'quvchilarimiz. Bog'cha o'quvchilari hozir doskaga abakusimiz rasmini chizib qo'yganman. Shundan endi bular qarab xayolida misol ishlaydi. Tayyormizmi? Boshladik. 3 qo'shuv 1 ayruv 2. 2. Barakalla, yuring bir qadam. Hop, 5 qo'shamiz 1, qo'shamiz 1. 7. 5 esingizdan chiqdi. Hop, 4 ayruv 2, ayruv 1, qo'shuv 5. 6. Yuring bir qadam. 3 ayruv 2, qo'shuv 5. 6. Barakalla, 6. Yo'q, sizdan birinchi do'stingiz aytdi. Ha? Oxirgi misolimiz 4 qo'shuv 5, ayruv 3. 6. Barakalla. Qani, bugun Muhammadziyo g'olib bo'ldi. Qarsak chopib qo'yamiz do'stimizga. Rahmat.